Turmuş için japa tatıyotqanlar her şehirlerde var. Mana Örümçigim kelip kaldık. Örümçidagi kishilik hayotlarga bir nazar sepib baqaylik. Qo'limizdan kelgidek qilishib qolsa, shu akalarimizni, opalarimizni, tog'larimizni bir yo'qlab qo'yaylik. Bularga bir rag'bat bo'lsin. Sochlari oppoq bo'lib ketsinmi? Yana shu tirishayotgan bir onamizni ko'rib qoldim. Eng ulug' inson. Oddiy o'sim qo'llab qo'yay, rahmat balam deb qolsa ajab emas. Apa yaxshimi? Yaxshi to'limi? Nimalar bor? Yosh cho'g'ayganda tasa. Tasmika talad o'tamoq. Kapımız falan elbette. Necha kirdingiz? Ne çıkırken ne? Bir 60'larda bormi? 68. 68 kirib yana tirikchilik qilyapsiz. Apa manda. Mani men opamga og'ash ketay. Mani uchun manda. Bo'ldi men yanchiqim qil sirula yapar. Mani men. Bu mening oddiy ko'nglim. Mana. Oddiy o'sim. Opamni ko'z ko'rib qilib ketmang. Sening salomat bo'lsin apa. Rahmat apa, rahmat. Sizmi mening opam? Bir çoğapımızı bayqab qoldim hamda uyqusi kelib uxlab qolibdi. Osti berib qo'shgulni qilib baqay qo'shib qolaman ekan. U mezamni onasiga o'xshaydi emas. Ketdik. Çoğapa, opo, yaxshi to'lima. Mushkulni sizga bir sovuq olay deb keldim. Xo'sh bo'ldingizmi? Ha, rahmet olsun. Yaxshi to'lima, salomat. Çıkmasın da zaten ona bırak. Sen bence oturup geçe gül olsun bir koydum hem de. Bıktı. Sonra paypak setayotgan bir momimizni ko'rib qoldik. Bo'lsa, ketdik. Necha kirdingiz? Çok da yaşayacağım. 90 yoshga? Mama. Mushungdan alay. Yüzümüzü alalım çıkarsınız mı? Üzemge. Manındın mı? Man bo'ldi ki. Mana iqi yo'qmi mama? Iqi yo'qmi? Ben jivesem aqirib ketam diye. Sen emesem işe otamak mı? Adam bulan bilim kıt olmuş. Bilim qichib qoldi demsiz terse. Yoshlar chidamadi sizlarga masan emas. Sizni bir qo'llab qo'yay, o'zimni umsiq o'tishga deb keldim mama. Jigim ko'p bo'lganmisan mama? Men. Bo'pti. Salomatlik asra mama. Rahmat. Kim deydi odam cho'qim qiyirg'anda o'lib ketadi deb. Yap-yosh turibman ketib qilishingiz mumkin. Ota-ona biz uchun eng ulug' inson. Bular bizga tabarruk kishilar. Hammamiz ko'ryapmizki, jamiyatimizda bundaq yosh cho'nglarning asta ozlab ketayotganligini his qildik. Burun bizga makila o'g'lim, qizim deb nasihat qiladigan shu cho'nglar bizdan vaqtsiz ayrildi. Ota-ona dunyodagi eng ulug' inson. Ota-ona qanday bo'ldi-ki desanglar, bir umrni bolalarga ato qilib, bolalar shu otalarni endi kutaydigan vaqtida ota-onalarning shu kutiladiganiga vaqti yetmay bizdan mangulik xo'shlashir ekan. Bir uyam deb turishayotgan shu dadalarning jafo tortayotgan chekriga qaragan vaqtimizda, bolalar uchun butun mehrini berayotgan onalarimizning shu chekriga qaragan vaqtimizda ularning naqadar go'zal, naqadar mehribon kishi ekanligini shu joyda to'nib yetalaysiz. Ota-onasi borlarning shularni qadrlab bilishini, hurmat qilib bilishini, qo'llarini tutib bilishini, bag'riga changini besib, hidini purib bilishini umid qilaman. Yo'qlarimizga sabr tilayman. Dunyo yanala mehr muhabbat bilan go'zal. Mayli qayerlarda uchirtang, mushundaq yosh cho'nglarni ko'rgan vaqtingizda o'zingizning dodisidek, onasidek ko'rib, tijorat qilayotgan bo'lsa qo'llab qo'ying. Ularni ko'rgan vaqtingizda yaxshi salomlaringizni yo'llab qo'ying. Ular cho'qim xo'sh bo'lib, rahmat balam deydi. Bir vaqt yesin, eşyalarni